Qirg'izistondagi internetga bo'lgan tarifning ko'tarilishi Rossiyadagi narxlarning qimmatlashidan kelib chiqdi. Bu haqda Qirg'izistondagi aloqa operatorlar assotsiatsiyasidan bildirishdi. Ma'lumotda aytilishicha, hozirda Rossiyaning antimonopoliya xizmatiga murojaatnoma yo'llandi. 21-sentyabrda Ostonada Qirg'iziston bilan Qozog'istonning monopoliyaga qarshi kurashish xizmatlari uchrashib, 10 kun ichida qozog'istonlik provayderlar internet bahosini arzonlatish bo'yicha kelishishgan. Biroq hozircha Qozog'iston hech qanday qadam tashlamagan. Qirg'izistonning antimonopoliya xizmati ikki tomonlama uchrashuvdan so'ng Qozog'iston tomon internet bahosini va tezligini avvalgi holatiga keltirishga rozi bo'lganini ma'lum qildi. Qozog'istonlik provayderlar 10-sentyabrdan boshlab Qirg'izistonga beriluvchi internet bahosi qimmatlashini xabar qilishgan. Qirg'izistonda veterinar va fitosanitar hujjatlarni rasmiylashtirishning avtomatlashtirilgan ma'lumot tizimi tashkil qilindi. Unga ko'ra, xomashyolarni o'lka bo'yicha va undan tashqari tashish uchun sertifikatlarni, ruxsat qog'ozlarini va boshqa hujjatlar avtomatlashtirilgan ma'lumot tizimi orqali beriladi. Bunda qalbaki sertifikatlarning sonini qisqartirish, hujjatlar tayyorlashni tezlashtirish, mahsulotlarni import-eksport qilish bo'yicha hisobot va statistikani olish imkoni tezlashtiriladi. Hujjatlar Davlat inspeksiyasining ma'lumotlar bazasida saqlanadi va zarur hollarda tegishli ведомствоlarga elektron turda beriladi. O'sh elektr ochiq hissadorlik jamiyati elektr uskunalari bilan simlarni sotib olish uchun tender e'lon qildi. Davlat sotib olishlar portalida e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, O'sh elektr ishxonasi kerakli jihozlarni sotib olish uchun 8,669,500 so'm sarflashga tayyor. Tender 29-sentyabrda e'lon qilinib, muddati 7-oktyabrda tugaydi. Fan va ta'lim ministrligidan bildirishicha, 5-oktyabrda Qirg'izistonda o'qituvchilar kuni nishonlanadi. Bu sana har yili bayram qilinadi. Hozirgi vaqtda respublika maktablarida 75 mingdan ortiq o'qituvchilar ta'lim berishadi. Bu aholi soniga nisbatan kam ko'rsatkich. Maktablarga yana 200 dan ortiq o'qituvchi talab qilinadi. Kadrlar yetishmasligining asosiy sababi maoshning ozligi. Rasmiy ma'lumotlar bo'yicha o'rtacha hisob bilan 14 ming so'm maosh olishadi. Parlamentda maktablarni 5 kunlik o'quv haftaligiga o'tkazish taklif qilindi. Mazkur qonun loyihasi Jo'g'org'i Kengashining 5 deputati tomonidan ishlab chiqilib, jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Tashabbuschilar taklifi amalga oshsa, o'qituvchilarga va o'quvchilarga yengilliklar yaratilishini aytishmoqda. Bizning o'lka 5 kunlik o'quvga tayyormi? Muhokamadagi yangi qonunning salbiy va ijobiy tomonlari to'g'risida navbatdagi lavhada tanishasiz. Parlament deputatlari maktab o'quvchilarini 5 kunlik bilim olish haqida qonun loyihasini taklif qilishdi. Tashabbuskorlarning biri Dastan Bekeshev bu yo'l bilan o'quvchilarga yengillik yaratib, o'qituvchilarga dam olish kunlari uzaytirilishiga sharoit yaratilishini aytgan. Жайкы эс алуу мезгили 3 ай деген менен мугалимдерге татыктуу эс алуу жок кесе. Анткени каникул учурунда окуучулардын документтери класстан класска көчүрүүдөгү майда барат иштер менен убакыт бат өтүп кетет. Анын натыйжасында мугалимдер жаңы окуу жылына нормалдуу эс ала албай жатабыз деген арыз даттануулар болгон. Эгерде биз окуу процессин 5 күндүк кылып өзгөртсөк, мугалимдерге да окуучуларга да жеңилдик болмок. Lekin bunday o'zgarishga bilim berish tarmog'i tayyor emas. Ayni damdagi qonun o'qituvchilarning bilim berishi, o'quvchilarning ta'lim olishga bo'lgan imkoniyati 6 kunlik tizimga loyihalashtirilgan. 5 kunlik bilim berishga moddiy va iqtisodiy tomondan sharoitlar to'g'ri kelmaydi. Учебный программаларды өздөш керек. Бул өтө көп чоң акчаларды талап кылат. Эми 5 саатка өтүш үчүн шартты түзсүн, анан кийин талап кылыш керек да. Мектепте, стандарттуу мектептерде уже талапка туура келбейт. Мына бизде мен бир мисал келтиргем. Кировда мисалы 3 смена балдар окуйт. Ансыз деле каналар жетишпейт. 6 kun o'qitish Sovet davridan beri bilim berish tarmog'ida o'zgarmagan usullarning biri. Agar loyiha ma'qullansa, o'quvchilarning dars jadvaliga ham murakkab qoidalar kirishi mumkin. Aniqroq aytganda, ayni damda o'quvchilar bir kunda 5 soatdan bilim olsa, unda vaqt ham uzaytirilishi mumkin va bu bilan muammo hal bo'lib qolmaydi. Ana shu o'quvchilarga anda pergruz bo'lib bir kunda 7-8 soat o'qishga to'g'ri kelib qoladi. Bolalarda psixologiyasiga ta'sir etadi deb o'ylayman. Bilim berish tarmog'ida qonun qabul qilishda uning natijasiga e'tibor qaratish kerak. 5 kunlik bilim berishda bola qolgan 2 kun davomida nimalar bilan shug'ullanishni doimiy nazorat qilish kerak. Sababi bu yo'l o'smirlar orasidagi jinoyatchilik ortishiga imkon yaratib berishi mumkin deyishadi tahlilchilar. Biröyle özünün oyunu tangulap, ana oşonu yüzege aşırı bu bayağı çöp to'lib qo'ygandek emas, bu odamning taqdiri yotadi. Qonun loyihasi jamiyat eshittirishiga qo'yilgan. Agar ma'qullansa, asosiy umumiy ta'lim oluvchi o'quvchilar 2017-yilning 1-sentyabridan, o'rta umumiy ta'lim oluvchilar 2018-yildan boshlab 5 kunlik tizimga o'tishadi.
Majina Ulug'bek qizi, Begim Ayasanova, Baxtiyor Aslbek o'g'li, Intimaq. Bugun o'lkada ob-havo keskin o'zgarib, kun sovuq bo'ladi. Favqulodda holatlar ministrligining matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, 30-sentyabrdan 3-oktyabrgacha vaqti bilan yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'ladi. Tog'li rayonlarga qor yog'ishi kutilmoqda. Ayrim joylarda g'arbdan esgan shamolning tezligi soniyasiga 18-23 metrga yetadi. Bunday ob-havo xo'jalik ishlarini, avtomashina, energetika va kommunal xizmatlarning ishida qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Qirg'iziston yoshlar terma jamoasi Qozog'iston futbolchilari bilan uchrashadi. Bu haqda Futbol federatsiyasining matbuot xizmati bildirdi. Uchrashuv 2-oktyabrda Olmaota oblastidagi Talg'ar shahrida bo'lib o'tadi. Hozirda Qirg'iziston jamoasining bosh murabbiy Vladimir Saloning rahbarligi ostida Futbol federatsiyasi markazida mashg'ulotlarni boshlaydi. Unga 23 futbolchi chaqirilgan. Eslatib o'tsak, 30-avgustda Bishkek shahrida Qirg'iziston bilan Qozog'iston milliy terma jamoalari uchrashib, o'yin qirg'izistonliklar foydasiga hal bo'lgan.